Germaniyada vadiydeler koyardı var bir gavar vardı deb kompaniya. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 1-aprel 2025-yil Avtoshopdan navbatdagi savdomiz do'stlar. Matiz mashina bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsioner 80 ming probek deydi. Mashinamiz benzinda kirasi 100% radnoy. Bizimizda mana vazir sentrdan xudo xolasa doimiy pastligimiz. Umidjon do'stimiz yanaga daraga yetdi. Umidjon, mayli böyle mashinamiz izolaj. Eng muhimi ullu mashinalarni so'rab qo'yursa bizda yerda. Ya, aka olalarmi? Bir yaxshilanda o'sib yerga bir mashina oldi, joy oldi deb qo'yib bironlar. Mashina qaladingmi? Qaladim. Baholar normalmi? Potisda saklaklaymosa. Şu zakonga Aybeka mashina ajoyib savdolarni bersin, Aybeka savdolarni bersin aka. Alayim shu. İşte o mashinalardan yurgan. Bunday keyinda jo'ra Captiva moliyaviy bering. Kompaniyadan necha bola bor, xudo xolasa? Bola ko'p. Xudoyim beringizga mashinangizga. Hamisha yaxshi kunlarda xizmatda turing. Rahmat. Allah sizlarga katta rahmat. Terrorist Avtoshop kunlarida xizmatdamiz. Qochoqning bahasi do'stlar 55 million so'm pul bo'ldi, naqd bo'ldi, shtir bo'ldi, vazir sentraga. Boraverasizlar. Umidjon tanavalar, ha? Yapar.